Assalomu alaykum. Hayot qiziqda. Hozirgi kunda har bittamizni o'zimizni ishimiz, hunarimizdan tashqari savdogar bo'lib ketganmiz. Savdogarligimiz shundaki, Alloh taolodan so'raymiz. Mana shu ishim bitsa, endi har kimni ishi tushadi Alloh taologa. Mana shu ishim bitsa, ish tashlayman. Mana shu ishim bitsa, 5 vaqt namoz o'qiyman. Shunga va shunga o'xshashlar. Ishimiz bitadi. Qanaqa holatda, balki yaxshi holatda, balki qisman bitgandan keyin Alloh taologa bergan va'damiz esimizdan chiqib qoladi. Bu narsa ko'pchiligimizda bo'lgan. Endi o'zimga bitta ta'sir qilgan oyat bor. Yana domlalar qildi deb bu ma'ni juda ilmimiz unaqa kuchli emas. Ixlos surasining 2-oyati. Allohu somad. Buni hamma biladi. Ma'nosini ba'zi bir bilmaganlarga eslatma bo'lib qolsin. Zora kimgadir foydasi tegsa. Allohu somad degani Alloh taolo har bitta ishimizdan behojat. Biz 5 vaqt namoz o'qiymizmi? Butun dunyo shayx bo'lib ketib, hammamizni ismimiz Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bo'lib ketsa, Alloh taoloni bitta joyini ko'paytirib qo'ya olmaymiz. Hamma yomon bo'lib, Benyamin Netanyahu bo'lib ketsa, Alloh taoloni bitta joyini kamaytirib qo'ya olmaymiz. Shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Har bitta amalimiz o'zimiz uchun. Har bitta amalimiz uchun javob beramiz. Mirzayev ustoz aytganlariday shunaqa.